Assalomu alaykum YouTube va Instagram obunachilari. Mana bizning navbatdagi yashigimiz bitgan holda turibdi. Bu yashiklarimiz 20 romkalik, 10 tadan 20 ta romka tushadi. Uni arqa tarafida 12 tadan 24 ta romka tushadigan yashiklarimiz bor. Bu yashiklarimiz Parkentga, Toshkentga ko'rishlar mumkin. Har xil qilib berganmiz ranglarini. Arqalari doimgidek bir xil rangda, oldi har xil rang qilib berilgan. Bu yashiklarimizda taxtalari uchlik, hamma joyi uchlikdan bo'lgan. Mana yomg'ir yog'sa suv tushib ketadigan qilib qo'yilgan. Hamma yashiklar shunday holatda bo'lgan. Chiroyli qilib bitkizib qo'yilgan. Ko'rib baho berib qo'yasizlar. Bu tarafdagi yashiklarimiz bir xonalik 13-14 ta romka tushadigan yashiklarimiz. Bu yashiklarimizga oq rangda qilib berganmiz. Mana oq tog'liga hammasiga har xil qilib 4 ta qilib rang qilib berganmiz mana. Jigarrang, yashil, sariq, ko'k, oq qilib. Bu yashiklarimiz ham xuddi shu holatda. Pol qismlari mana oqib ketadi suv tushsa. Taxtalari uchlikdan bo'lgan bulardi ham, hamma joyi uchlik. Kimga shunday sifatli va tezkor yashiklar kerak bo'lsa, aloqaga chiqamiz. Bu yerda 24 romkalik yashiklarimiz mana sifatli qilib bitkizilgan Surxondaryoga. Burchak tunukalari mana endi qoqiladi, hammasi burchaga qoqib chiqiladi. Mana shu holatda qilib chiroyli bo'ladi. Manzil Farg'ona viloyat Bog'dod tumani. Telefon raqamimiz 91 056 0421. Qopqog'i endi kiygiziladi. Bu tarafda yashigimizda qopqoq qismiga, mana tepasiga uchlik taxtani ikkiga bo'lib qoqiladi. Bulari ikkilik, ramkasi ikkilik taxta. Demotlari qo'yib berilgan. Shunday qilib qoqib chiqiladi.